Çileği yaptım ben, çileğimiz. Tog'lar tomosha qilib, pastda har sayin toshlar. Mana kimdir qizini olib, aylantirib, tabiat qo'ynida. Har sayin toshlarni qarang kattaligini. Har sayin toshni kattaligini qaranglar. O'ta darajada haybatli tosh ekan. Bunaqa toshdan ko'p ekan bu yerda. O'sha tepadan yuqoridan yumalab tushganda endi mana u tosh ham o'ta darajada katta tosh ekan har sayin. Har sayin tosh. O'ta darajada katta har sayin toshlar ekan. Mana ko'rsatadi. Mana bu yerda ham har sayin toshli kattalar bor ekan. Mana o'ta darajada katta har sayin tosh ekan. Tog'lar mana har sayin toshlar. Mana har sayin toshlar. Mana har sayin toshlar. Ahri ham bor ekan. Tepada qo'yda ramzi turibdi. Bu akamiz ham o'ta go'zal. Har sayin toshlarning kattaligini qaranglar. O'ta darajada Allohning qudratiga, Allohning buyukligiga. Shu yerda ayig'imiz bor ekan mana. Har sayin tosh ustida. Mana tepada yana qo'yib, gepard bor ekan. Mana bu yerda o'ta darajada katta har sayin toshlar ekan. Mana shu yerdan ajralgan bo'lsa kerak-da, oldin katta baland tog' bo'lgan. Sekin ajralganda endi bu narsa shunaqa bo'lgan bo'lsa kerak-da, yillar davomida ruschasiga korroziya deydi, yemirilish natijasida bu tog'lar mana shu holatda sekin pastga qarab qulagan bo'lishi mumkin, mana shu holatlarga kelgan bo'lishi mumkin. Chunki oldinlar ham mana shunga o'xshagan yaxlit holatda bo'lgan bo'lishi mumkin. Vaqtlar, yillar, oylar, zamonlar o'tgan sari sekin tog'da ham yemirilish hosil bo'lganda endi qachonlardir mana shu yerlardan ham katta suvlar oqqan bo'lishi mumkin. Ko'rsalaring
Gipartimizni ramzi. Keyin mana bu echkimizni ramzi turibdi, tog' echkisini. Qarsen toshlar o'ta bahaybat, o'ta go'zal. O'ta darajada go'zal. Mana ko'rsalaring. Toshlar, Qarsen toshlar. Bitta bo'ri uvillayapti, mana bu o'sha uvillayib turgan, o'sha qo'shig'ini aytib turgan paytdagi holatini tasvirlangan ekan. Toshni qaranglar, o'ta bahaybat darajadagi toshlar. O'ta darajada bahaybat. Ko'rsalaring. Telefonda qanaqa ko'rinyapti bilmayman, lekin yaqindan ko'rsalaring toshlarni o'ta darajada haybatli ekanligiga o'zlaring guvoh bo'lasizlar. Xuddiki portlatilganga o'xshaydi, atayin portlatilganga o'xshaydi. Yoki o'sha korroziyaga uchrab, maydalanganga o'xshaydi, qo'porilib tushganga o'xshaydi. Qachondir yillar o'tib mashinalar ham qo'porilishi mumkin-da endi. Tog'dan ajralib chiqishi mumkin-da endi. Buni Alloh biladi. Allohning vaqti bildiradi-da endi. Yillar o'tishi bilan bu narsalar hamma xursand. Mana boboylar ham, otaxon, bobolarimiz ham aylanishib bir ko'rmoqda-da, yoshliklarda kelishgan. Baribir shu joylarga assalomu alaykum hoji buva. Kelishni xohlaydi-da baribir odamlar. Manzarani tomosha qilgisi keladi. Mana oilaviy mana. O'ta go'zal manzaralar. Hali ertamanda uzoq hali yarmidasiz. Piyoda ham yo'lga chiqishgan edi. Hozirga kelib bu piyoda yurishlikdan voz kechganga o'xshaydilar. Voz kechganga. Mana tog'am ham nevaralarni olib sekin tabiat qo'yniga qarab. Mana toshlarni qarasalaring. O'ta darajada go'zal. Çok güzel diyor. Chiqqanimizga 10 minut bo'ldi. Mana 10 minutdan shag'i hali ham paqirchadamiz. Chelak deyiladi. Paqir, chelak bu o'zimizni turkiy tillarimiz shevalaridan. Va lekin masalan Instagramga chiqasizlar. Mana endi orqada manzarani orqadagi holati. Orqadan ko'rinishi Qarsanglarda. Qarsang toshlar mana bu tomondan ko'rinishi mana o'ta go'zal.